Zor Meghlubiyet 20. asırdaki komünizmning güllenişi ve halakiti. Aptori Zbigniew Brzezinski. Kirish Söz. Davamı. Bu yerde tilga ilip ötüşke erziydigini Hitler, Stalin ve Mussolini başlagan siyasi faaliyetlerden nurgun nerslerini köngül koyup ögünüp algan idi. Lenin ve Mussolini Hitler'nin ustazi. Ular yeni teşviqat vasıtası arqılıq siyasi cəhətdə yenili oyğanğan ammini hərəkətə və səpərvərlik keltirishdə teximi şundaq idi. Amma hakim mutlaqlıqni qo'lga keltirish cəhətdə üçsila ən avangarddır. Bolupmu siyasi qızğınlıqdan paydalanıb intizami qattiq siyasi kollektiv qurishqa mayir. Ularning siyasi huquqni tartib elish, ularning siyasi huquqni ishlatish usulining chiqish nuqtasi edi. Shunga hakim mutlaq davlatlarda yangi tipdagi siyasi tartib barliq keldi. Falsafa nuqtasidan aytganda Lenin bilan Hitler davron qilg'ini o'xshash bir ideya. Bu ideya jamiyatga keng ko'lamlik planliq kontrol yurgizishni, o'zini haqiqatning kesim chiqarg'uvchisi, jamiyatni ideviy axloqqa bo'ysunishi, ya'ni Leninning axloq qurilishi sinfiy kurash nazariyasi asosida qurilgan. Hitlerning bo'lsa milliy ustunlik nazariyasi asosida qurilgan. Hamda ularga berilgan tarixiy burishni ilgari surish uchun har qanday harakat qo'llansa haqqoniy bo'ladi deb qarashni talab qiladi. Siyosiy huquqni tartib olish va jamiyatni o'zgartirish jihatda Hitler bo'lsa bolshevik va Leninning astoydil o'quvchisi. U bolsheviklarning tarbiyalashgan avangard partiya qurish ideyasini va Leninning strategiyasidagi eng oxirgi g'albini qo'lga keltirishda qo'llangan taktikalik murassa qilish ideyasini o'rganib olgan edi. Tuzum nuqtasidan aytganda Hitlerning Leninning davlatni qanday qilib terrorizm asosida qurishni, yana maxfiy saqchi apparatini adliyadagi chetib jazolash qonuni va oldin o'rinlashtirilgan ochiq sud orqali davlat organini yaxshilashni o'rganib olgan edi. Buningdan sirt vaqtning o'tishiga agishib, ikkala taraf qarish tarafning bir qism asosliq sapsatillari va belgilarini qo'llandi. Ikkinchi Dünya urushi mezgilida Stalin millatchilik shuaridan foydalandi. Mulkiy amaldorlarga saxta harbiy kiyim kiygizdi va cho'ng davlat hokimiyatining ulug' jasorati haqida gap setish, ya'ni bu kishiga natsistlarning usulini aslatdi. Usulini qo'llandi. O'zining yangi hukmronlik bosqichini o'zliksiz qonunlashtirdi. Hitlermo garchi Stalin bir maxluq bo'lsa-mu, ammo Sovet ittifoqining bu mustabidi hech bo'lmaganda bir ulug' maxluq kishilar, cheksiz hurmatlanmas bo'lmaydigan talantliq shaxs. Agar u hokimiyatni yana 10-15 yil qo'lida tutsa, Sovet ittifoqini dunyodagi eng qudratli davlatga aylantirdi degan so'zlarni pat-pat deb qo'yadi. 1944-yili Hitlerga qarshi ishqa oshmagan siyosiy o'zgarish yuz bergandan keyin Nazi hokimiyat Sovet ittifoqi bilan qilch farqlanmaydigan sinfiy o'lchamlik so'zlari bilan Germaniya oqso'ngaklarini yo'qotishning haqqoniy ekanligini isbotladi. Stalin Leninizmga logikaga uyg'un natija chiqargan edi. Hitler hatto aksicha holda Stalinga havas qildi.
O, mən Stalinga oxşaş ofitserlar qoşununu tizimlamağanlığımğa naiti içinişlik puşayman qılıman degen. Əməliyyatda Hitlerni Leninizmçi yoki Stalinni natsist desək qilchim oshirib bolmaymiz. Tipik alayidiligi va tarixiy manbasidan qaraganda bu ikki mustabid doining qiziqishi haqiqatan o'xshab ketadi. Ikki zolim yangi utopiya tartibi qurishdiki demokratik va mujmal uqumga asosan o'zidan boshlab yuqoridan tövanga qarta jamiyatni o'zgartishni oshkora tashviqotning nishoni qildi. Davlatni umumyuzlik kontrol qilish tuzumini qattiq yurgizdi. Faqat davlat apparatlarining kuchini bevosita ishlatish orqali bo'ladigan o'zgartishdala an'anaviy jamiyat shaklini pochaqlash va har qanday jamiyatning yo'qolishi stixiylik hodisasi ondan muvaffaqiyatli bo'ladi. Shunday qilib, hokim mutlaqlik eng mukammal davlatchilikning ma'nidosh so'zi bo'lib qoldi. Ikkinchi dunyo urushi davlatni tarix uchun madiylaydigan eng oliy vakolatchidagi muhim bir shaxsning mag'lubiyati bilan oxirlashdi. Ammo urush yana bir muhim shaxsning huquqi va ta'sir kuchini zo'r darajada taraqqiy qildirdi. 1917 yildan buyon asosliqi sobiq Chorosiya imperiyasi zaminida yo'lga qo'yilgan kommunizm tuzumi ushqandek kengayishga boshladi. 1947 yilga kelganda O'rta Yevropa amaliyotda Sovet ittifoqining ittifoqdosh jumhuriyati bo'lib qoldi. 1949 yili Xitoy Kompartiyasi g'alaba qilgandan keyin dastlabda Sovet ittifoqi andisidagi kommunizm tuzumiga sodiq bo'ladiganligini jakarladi. 1945 yili Shimoliy Koreyada kommunistik hokimiyat barliqqa keldi. 1954 yili Shimoliy Vyetnamda kommunistik hokimiyat barliqqa keldi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyingi 10 yilda 1 milliarddan ko'p odam kommunizm tuzumida hayot kechirishga boshladi. Butkul Yevro-Osiyo quruqligi degudak kommunizmning zimini bo'lib qoldi. Faqat Yevro-Osiyo quruqligining sharq, g'arb ikki uchidagi rayon yanala Amerika kuchlarining qo'g'dishida turdi. Ehtimal Amerika dunyoning ko'plagan rayonlariga zo'r miqdorda mablag' va harbiy kuch solganlikdan kommunizmning taraqqiyotini vaqtliq to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Texmi muhim bo'lgani kommunizm ideyasining javharining vositaliq tarqilishidir. O'tgan 40 yilda davlatning harakat qo'llanishiga tayinib, iqtisodiy va ijtimoiy nuqsonlarga taqobil turish xohishi hamma yoqqa tarqaldi. Darvaqa mustahkam demokratik an'anaga ega jamiyatda kishilar siyosiy huquqning ziyoda markazlashishi va qalaymaqon ishlatilishini to'sashga alohida diqqat qiladi. Tanlagan erkinligi oshkora siyosiy raqobat va asosiy qonunning qo'g'dishida saqlanib qoladi. Ammo hatto yuqori demokratiyaga ega jamiyatda davlatning harakat qo'llanishi, iqtisodiy farovonlik va ijtimoiy haqiqatni ilgari surishdiki eng yaxshi usul deb qarashmi kishilarning asosli ko'z qarashi bo'lib qoldi. Bu demokratik sotsializm yoki farovon davlat kommunizmni tarqitishdiki qabiy niqob deganlik emas. Amaliyotda demokratik sotsializm va farovon davlat hamisha kommunizm ta'limotining jalb qilish kuchi bilan kurash qiladi va kommunizm andisi uchun boshqa bir demokratik tanlashdiki eng unumli amal ta'minlaydi. Ammo davlatni jamiyatni qutqizishdiki
asosliq vosita qilish usuli vositaliq holda Sovet ittifoqi tuzimining o'rnini yuqori ko'tardi. Chunki Sovet ittifoqi tuzumi davlat planlaydigan va davlat yetakchilik qiladigan jamiyatning yangilashdagi eng tipik namunasi. Bu yuzlanish yangi qurilgan necha 10 sobiq mustamlika davlatlarning eng dastlabda har xil davlat sotsializmni qurish loyihasini qo'llanishini ilgari surdi. Ko'plagan davlatlar dastlabda Sovet ittifoqining tajribasidan ilhom olib, hamda Sovet ittifoqining tajribasini do'raydigan ulgu qilmoqchi bo'ldi. Yuqori yuzlanish bu usulni zo'r darajada ilgari surdi. 50-yillar va 60-yillarda nurg'un 3-dunyo davlatlari Sovet ittifoqi andisi zamonaviylashtirish va ijtimoiy barobarlikni amalga oshirishdagi eng yaxshi, eng tez yo'l deb madiladi. Sovet ittifoqi rahbarlari chet ellarda sayohatda bo'lganda madiya so'zlari va xushomat so'zlarini anglaganda gul qaqalari ichilib ketdi. Boshqalarga Sovet ittifoqi sotsializm yo'lida qandaq mengish takliflarini o'z maylicha berdi. 7 ilg'or davlatlarda o'xshash ideya eqimi ilm ahlidimi nihoyat moda bo'ldi. Paul Hollander dal o'zining dangliq asri siyosiy tavobchida tasvirlaganidek 20 va 30-yillarda Sovet ittifoqiga borgan ziyolilar kommunizm ta'minlagan ixchamlashgan nazariyani tushunmayla to'liq qabul qildi. Germaniya yozuvchisi Leon Feuchtwanger faqat idrokka tayanibla davlat qurdigan bu tajribaga cho'nqur hesdoshlik qilmay turolmadim deb yozgan. Nurg'un aktiv diniy doiralarga o'xshash Amerika do'stlar jamiyati Morti Henry Hodkin Sovet ittifoqi buyuk birlik degan yog'lama gaplarni butunlay qabul qildi. U biz Rossiyaning bu qarindoshlik munosabatidagi ulug' tajribasini ko'rganda, tajribani butunlay noma'lum Aysa payg'ambarcha shaklda qilayotganligini bilinmas his qilamiz degan edi. Edmund Wilsonning ko'rgani bo'lsa, texmi haqiqiy utopiya edi. U Sovet ittifoqida sen dunyo axloqining cho'qqisida turayotganligingni his qilsan. U yerda nur azaldan haqiqiy o'chib baqqan emas degan. Bu ziyolilarda Sovet ittifoqicha demokratiya G'arbning demokratiyasi bilan o'xshashla aqlga muvofiq. Ya'ni hatto texmi muvofiq deb qaraldi. Hech kim Stalinning hokim mutlaqligini tilga elib baxmadi. Ayıplashdan so'z ochqili bo'lmaydi. Sidney va Beatrice Webb Stalinning hukmronligi zolim hukmronlik emasligida qat'iy ching turdi. Uning huquqi, hatto Amerika parlamenti Rooseveltga vaqtliq huquq berganda undaq cho'ng emas. Amerika asosiy qonunida har bir prezidentning 4 yilda bahramand bo'ladigan huquqlaridek uncha cho'ng emas degan edi. Stalin rahbarligidagi Sovet ittifoqi sotsialistik tuzumga bo'lgan 9 ta'zim qilgudek qoyillik, hatto gulag lagerini o'z ichiga olgan edi. Amerika Sotsiologiya kengashining raisi bo'lgan doktor G.L. Gullin aniqki mundaq tuzumning ta'sis qilinishi jinoyatchini o'zgartirish hamda uni jamiyatga yangidan qaytarib kelish deb yozgan edi. Angliya siyosiy iqtisodshunosi Harold Laski Sovet ittifoqi tuzumidan bayqaganlarni quvvatlagan holda kishilar qat'iy tashabbus qiladiki, faqat sharoit yor bersa,
mahbus cho'qim mukammal hamda qadr qimmatli turmush kechiradi deb yozgan. Sovet ittifoqining ahvolini uzun muddat xabar qilgan muxbir Morris Hindus bu masalada haqiqatdan texmi yiroq bo'lib, o'ch elish, jazolash, qiynash, shafqatsizlik va haqorat qilish bu tuzumda qat'iy puttirab turolmaydi degan. George Bernard Shaw hatto Stalinning emgak bilan o'zgartish lageri tuzumidan o'z roziligi bilan bo'lgan tarkiblarni bayqagan. U Angliyada jinoyat o'tkazgan odam turmaga kirganda normal odam, chiqqanda bo'lsa jinoyatchi bo'lib qoladi. Sovet ittifoqida odam turmaga kirganda bir jinoyatchi, chiqqanda bo'lsa normal odamga aylanadi. Uni turmadan chiqishga nasihat qilish nihoyat tas ish. Mening bilishimcha, ular turmada qanchalik turishni xohlasa, shunchalik tursa bo'ladi deb yozgan. Sovet ittifoqining 30-yillardagi yangi bir jamiyat qurish tirishchanligidagi eng dastlabki sehriy kuch dal bu kishilarning tuyuq yo'lga boshlaydigan ko'z qarashlaridan aks etgan edi. Stalinning Gitlerni mag'lub qilishi bu sehriy kuchni zo'r darajada oshirdi. Hatto keyingi so'g'oq urushmo nurg'un g'arblik ziyolilarni kommunizm orqali jamiyatni o'zgartirishdan iborat xam xiyoldan o'yg'itolmadi. Butkul 50-yillarda, hatto 60-yillarga kirgandan keyinmi nurg'un g'arb universitetlarida moda bo'lgan ijtimoiy ko'z qarashlarning hammasi ma'lum shakldagi so'lchil qarashlar edi. Sovet ittifoqida davlat rahbarlik qilgan ijtimoiy tajriba ziyolilarga qarta g'oyat zo'r jalb qilish kuchi bo'lg'achqa, ular hamisha Sovet ittifoqining gumonliq joylariga xayrixohlik bilan tushuntirishbadi. Texmi doimlik ko'rildigan ahvol bo'lsa, ortodoks ilmi oldi bilan siyosiy orqali ijtimoiy planga yetakchilik qilishni planlaydi. Dunyo cho'ng iqtisodiy krizis va ikkinchi dunyo urushining ma'lumotchiligini boshdan kechirgandan keyin yangi davrga qarab qadam bosdi. U chaqda Sovet ittifoqida ijtimoiy qilmish paydin-pay siyosiy vosita orqali ravonlashtirildi. Iqtisodiy faoliyat planliq siyosiy yo'nalishga bo'ysundi. Ortodoks ta'limotining nurg'un davron qilg'uvchilari Sovet ittifoqining realligi ko'rinarlik holda o'zlarining g'oyasidan chatnab ketganligini his qilib yetgan bo'lsa-mu, ammo ular yanala g'oyani amalga oshirishning yo'shirin kuchi Sovet ittifoqining ijtimoiy tuzilmasiga yo'shiringan. Shunga Sovetlar ittifoqi kelgusiga vakillik qiladi deb qardi. Sovet ittifoqi ijtimoiy tuzilmasining yuzak g'albisi paydin-pay paydo qilgan muhim ta'siri 20-asrdagi kommunizmning qad ko'tarishi va ta'sir kuchini asos qilgan davrga aylantirayotgandek bo'ldi. Gerçi Amerika 20-asrda eng qudratli dunyoviy cho'ng davlat bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Amerikaning turmush shaklimi tangdoshsiz zo'r sehriy kuch tarqatsa-mu, ammo kishilar umumyuzlik ham adil bo'lmagan holda Amerika bir maydon mudofaa xarakteridagi partizanlik urush qilib saqlang'ili bo'lmaydigan tarixiy iqimni to'sib qilish uchun bekor avar bo'lmoqda deb qardi. Kommunizm Jungoga va O'rta Yevropaga tarqalgandan keyin ondan dunyoning siyosiy andisi tubdan o'zgardi. Kommunizm ilm ahli muzokara qiladigan asosli tema bo'lib qoldi hamda tarixiy taraqqiyotdagi yaxshilikning alomatiga vakillik qilgandek bo'ldi. Ammo kommunizm barliqqa kelib
100 yıl bo'lmayla zavallıqqa yüzlenishga başladı. Kommunizmning ideyasi va amaliyati kommunizm dunyosining ichi va sirtida pur ketdi. 80-ci yillarning oxiriga kelganda olg'a basalmagan iqtisodni qo'zg'atish, texmi yuqori ishlab chiqarish unimiga ega bo'lish, ishchilarning aktivligini to'liq harakatga keltirish uchun Sovet ittifoqi, Jungo va Sharqiy Yevropa davlatlaridagi kommunistik partiya rahbarlarining qayta o'ttirg'a qo'ygan tashabbuslari, Amerika yasash savdogarlari kengashining yillik yig'inida o'ttirg'a qo'ygan tashabbuslari bilan hech qanday farqi yo'q edi. 1988-yili 8-ayning 11-kunidagi Haqiqat gazetining xabariga asoslanganda Aleksandr Yakovlev ayni chog'da Marksizm, Leninizm nazariyasi Markaziy siyosiy byurosining komissari edi. Sovet ittifoqi ishchilariga bugungi xo'jayinlarning ideyasi cho'qim hammani besib tushish kerak deb jakarlagan edi. O yana egidorlik huquqini o'tkazib berish еңі asli yaxshi ish. Chunki bir ishchi bilan ma'lum ishning foyda ziyon munosabati bo'lsa, u tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilib o'tadi. Agar ishchi bilan hech qanday foyda ziyon munosabati bo'lmasa, uning hargiz kori bo'lmaydi degan. Siyosiy byuroning hay'ati Stanislaw Kiosik birli vaqtda degidak Polsha ishchilariga askartib, har bir odamning turmush saviyasini o'xshash darajada yaxshilash mumkin emas. Davlat iqtisodiy uchun ko'p töhfa qo'shgan kishilar texmi ko'p foydaga erishish kerak. Texmi yuqori ish haqqi elish kerak dedi. Bu ideyani texmi aniq ifodalash uchun Stanislaw texmi to'liqlab, bu dal iqtisodning shafqatsiz qonuniyati dedi. Dal buningdan necha oy ilgari kommunizm dunyosining eng sharqida yangidan tayinlangan siyosiy byuroning xodimi Xuchili ideya jihatdan Jungo ishchilarini ilhamlantirib, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga foydali barliq narsalar dal sotsializm ehtiyojliq yoki ruxsat qiladigan narsalar degan edi. 20-asrning eng oxirgi 10 yilining harpisida har bir kommunistik partiya davlati degudak islohot haqida timis qilib yurdi. Bu amaliyotda Marksizm, Leninizm tajribasini ayblaganga barobar edi. Eng muhimi falsafa jihatdan kommunizmning tubki asosiga qarshi turdi. Davlatni madiylash hamma yerda shaxs, insoniy huquq, shaxsning ijodiyat kuchi, hatto shaxsiy korxonalarni madiylashga o'rin berdi. Davlatchilikdan eng oxiri yuz o'rish, insoniy huquqqa o'zliksiz ahamiyat berish, iqtisodiy suiiste'molchilikning kechikib qo'llanishlarning hammasi ko'z qarash va asosiy turmush falsafasidagi g'oyat zo'r inqilobdan belgi beradi. Bu inqilob ehtimol cho'nqur ahamiyatga va uzun ta'sirga ega burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Dunyoning siyosiy bilan iqtisodiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Avam orasidagi kishilarning oldin ko'rishicha 2000-yili 1-ayning 1-kuniga kelganda kommunizm ta'limoti 21-asrning kelgusi bilan qilchi munosabati qolmaydi ekan. Kelgusini faraz qilguvchilarning bundaq farazlarni qilishining to'liq asosi bor. 100 yil ilgari ularning ustozlari chiqargan farazlarining to'liq asosi yo'q edi. Bugungi davrdagi kommunizmning eng oxirgi krizisi tuyuqsizlik keldi. Shunga tarixiy komediyaga texmi boy bo'ladi.
Şunun üçün hazır bundaq bir sualını qoyuşның vaqti keldi. Zadı nima? 20-ci əsrinin şuncha uzun vaqtida kelgusi iqim bo'lib qalay degan bu ta'limot bilan amaliyatini yemirib tashladi. Ümitsizlik, məğlubiyət, bo'libmi jinoyat eng dastlabda bu dunyodan halqishdagi asosliq usulning ideyasi, siyosiy harakat va ijtimoiy tajriba deb qarilib yuzi to'kilgan edi. Undaqda zodi nima sabab bu umitsizlik, mag'lubiyat va jinoyatlarni paydo qildi? Davomi bor.